إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, darsimizni oxirida davomlashtiramiz. Bugungi o'tmoqchi bo'lgan darsimizning yangi mazmun qismi, ya'ni muhim nuqtasi, ya'ni madlar, mad so'zlaydigan eng cho'ng mad, ya'ni eng kuchli madni o'tamiz bugun. Her bir kelimede mad bor, ya'ni biz so'zlaydigan ayeti eng cho'ng mad, alt harakat miqdori so'zlaymiz. Biz bundan burun aldığımızda ikki harakat so'zlaydigan, ya'ni tabiiy madlarni o'rgandik. Undan keyin biz maddaribning keynidan hamza kelsa 4 harakat yoki 5 harakat so'zlaymiz deganni o'rgandik. Shundaymi? Endi bugungi darsimizda qanday oldu desanglar, mana maddaribning keynidan alifning yoki vovning yoki yani keynidan ma'nodek shaddarbi kelsa biz 6 harakat miqdorida so'zlaymiz. Shuni bilib olsak bo'ldi. Ya'ni maddaribning keynidan shaddarbi, ya'ni birisi sukunli qilib kelsa 6 harakat so'zlaymiz. Maddaribning keynidan shaddarb bilan sukunli qilib kelsa biz 6 harakat miqdori so'zlaymiz. Nima? Shuni endi qog'inni amaliy mashqdan ko'rib olsak bo'ldi. Bod, alif, lam, zabar, bol. Bu chaqda biz bod zabar keldi, alif keldi. Endi bu yerda so'zash belgisi bor. Keyindan lamba, lam tashdidli keldi. Uchini biroq deymiz. Uchini biroqlam. Bod, alif, lam, zabar, bol. Lam do zabar lan. Bollan. Mushunda kelgan chaqda biz alifning keyinda mushunda tashdid kelgan chaqda so'zaymiz. Mush so'zash belgisiga diqqat qilsangiz bo'ldi. Yana bir qatim deb beray. Bod, alif, lam, zabar, bol. Lam do zabar lan. Bollan. Mush bo'yicha so'zab o'qiymiz. Dal, alif, ba, zabar, dab. Dal, alif, ba, zabar, dab. Ba zabar ba. Ta do zirtin. Dabbatin. Ha alif jim zabar haj. Jim zabar ja. Hajja. Kaf zabar ka. Hajjaka. Hajjaka. Mush bo'yicha o'qiymiz. Amsa balli bilan biz birlikda mashq qilamiz. Qarindoshlar, biz bilan bizga ergishib birga mashq qilasizlar. Ha alif jim zabar haj. Ha alif jim zabar haj. Mushuni o'xshab 3 ni bir deymiz. Ha alif jim zabar haj. جيم واو بش جو. جيم واو بش جو. كف زبر ك. كف زبر ك. حاجوك. 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 لم زبر لا. لم زبر لا. لم زبر لا. لم زبر لا. ضاد ألف لم زبر ضال. لضال. لضال. لم واو بشلو. لم واو بشلو. نون زبرنا. نون زبرنا. لضالون. 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 واو زبر و. واو زبر و. لم ضاد زبر لض. ولض. ولض. ضاد ألف لام زبر ضال. ضاد ألف لام زبر ضال. ولض ضال. ولد ضال. لم يزر لي. لم يزل لي. نون زبرنا. نون زبرنا. ولض
الضالين ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين yaxshi balonat yaxshi biz arabcha o'qilish uslubini mashq qilamiz birinchi kalima qarab boqaylik dod fatha alif mad shundaymi alif mad deb o'rgandik buni dod fatha alif mad keyinda nima keldi lam shadda biz uchni bir deymiz dod fatha alif mad lam shadda qanday uchni dod fatha alif mad lam shadda vol olti rakat miqdorini so'zlaymiz keyinda undan keyin lam fathatain lan bollan mana shunda olti rakat miqdorida so'zlab boramiz keyingisiga qaraydigan bo'lsak hamda dal fatha alif mad ba shadda shuni bir deymiz dal fatha alif mad ba shadda dab ba fatha ba ta kasratain tin mana qancha rakat so'zlaymiz olti rakat dabbatin olti rakat masalan dabbatin shunday so'zlaymiz keyingisi ha fatha alif mad jim shadda uchni bir deymiz ha fatha alif mad jim shadda haj jim fatha ja kaf fatha ka hajjaka 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 shunday bo'lgan chog'da to'g'ri bo'lgan bo'ldi inshaalloh undan bo'lsa buni keyingisiga qarab boqaylik ha fatha alif mad jim shadda ya'ni o'xshashlarmi ha fatha alif mad jim shadda haj jim dhamma waw sukun ju kaf fatha ka hajjuka ju demak mayadimi vav keldi shundaymi bu yerda so'z aytoq hajjuka hajjuka shunday bo'lgan bo'ladi keyin men boshdan yana bir qatim deyman unda bo'lsa qarindoshlar yana bir qatim qaraymiz uchni bir deymiz bod fatha alif mad lam shadda bod fatha alif mad lam shadda dol bod fatha alif mad lam shadda dol lam fathatain lan ضالا ضالا كيندكسه دال فتحة ألف مد با شدة داب با فتحة با تا كسرتين تن دابة 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 مشنا bo'lgan chaqda to'g'ri bo'lgan bo'ldi o'sha barmoqimiz bilan sanab so'zsaqmi bo'ladi ha fatha alif mad jim shadda haj
جيم فتحة ج كاف فتحة ك حاجك 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 yaxshi. Keyindikisi unda bo'lsa ha fatha alif mad jim shadda haj jim dhamma waw sukun ju kaf fatha ka حاجوك 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 ماشuna bo'lgan bo'lsa inshaalloh to'g'ri bo'lgan bo'ladi Alloh xolisa. Biz unda bo'lsa balli bilan birlikda qilamiz. O'rganuvchi qarindoshlar bizga ergishib biz bilan birga takror qilsangiz bo'ladi. Ballar unda bo'lsa men deyman, sizlar jonliq, jarangliq bir o'qiysizlar juma. Unda bo'lsa 5 yil qilgandik, biz unda bo'lsa yana birinchi kalimaga 5 yil qaytaymiz. Birinchi kalima Mod fatha alif mad lam shadda dal. ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال Lam fathatain lan لام فتحتين لن ضالlan. ضال Amma bir xil ovoz chiqqan juma. ضالlan. Yaxshi, balni ayt yaxshi, unda bo'lsa. Madni amma bir xil so'zaysizlar. Dal fatha alif mad ba shadda dab. دال فتحة ألف مد لام شدة دال Ba fatha ba با فتحة با dabba. دابة Ta kasratain tin تا كسرتين تن dabbatin. دابة Dabbatin. دابة Yaxshi, nayt bir xil chiqdi ama o. Bunda bo'lsa ha fatha alif mad jim shadda haj. Ana qaralım anaqa. Ha fatha alif mad jim shadda haj. Alif mad jim shadda. Ha fatha alif mad jim shadda. Shuni bir deymiz. Ha fatha Bilal sen bir deb baqa. Shuni Bilal. Bilal o'zing bir deb baqa. Yaxshi. Baş shuni bir deymiz, yana bir dena. Yana bir ha. Yaxshi. Yaxshi Bilal ayt yaxshi beshini. Ana keyinda oxirini deymiz. Ha, unda bo'lsa menga eshitdinglar. Ha fatha alif mad jim shadda haj. جيم فتحة ج كاف فتحة ك حاجك حاجك كايندكسا ح فتحة ألف مد جيم شدة حاج جيم ضمة واو سكون جو كاف فتحة ك حاجوك حاجوك yaxshi keyindikisi
لام فتحة لا لام فتحة لا ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال لضال لا ضال لام ضمة واو سكون لو لام ضم واو كله نون فتحة ن نون فتحة لا لضالون لا ضالون لضالون لا ضالون yaxshi واو فتحة و واو فتحة و لام فتحة ضاد شدة لض لام فتحة ضاد شدة لب ولض ولب ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال ولا الضال ولا الضال لام كسرة يا سكون لي لام كسرة يا سكون لي نون فتحة ن نون فتحة ن ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين yaxshi balnat yaxshi undan bo'lsa man oxiridagi kalima qarangizma buningda ikki yada mad bor ikki yada inda so'zlaydigan madda ikkisi bor masalan mada ma qizil bil qarasanglar alifni tepsida birisi bormi undan keyin ma vavmi qizil shundaymi vavningmi tepsida asli bir mad bor mayada qo'yolmay qolibdi demak tabiiy mad mushada ju vavning keyindan yana mayada nun shaddilik keldi demak yana ashada altirgan miqdor so'zlaymiz mana shu qaranglar hamza fatha همزة فتحة ta dhammatu تاء ضمة atu أتو ha fatha alif mad jim shadda haj حرف ألف مد جيم شدة حاج atu haj أتو حاج jim dhamma waw mad nun shadda jun جيم ضمة واو مد نون شدة جون أتحاجون أتو حاج جون نون كسرة يا سكوني نون كسرة يا سكوني أتحاجوني bo'ldi ni mayada ishkirga so'zaysizlar ma tabimat demak mayada nunning tepsida yana nima bo'lishadi nunning tepsida shaddi bor biz nun bilan mim tashdidlik kelsa g'unna qilib shundami mishaga diqqat qilinglar mush madning keyinda mishada nunda yana bir g'unna bor atuhajjuni nunni yani keyinda yana bir ya va mayada shirkat atuhajjuni atuhajjuni mush bo'yicha o'qilsa to'g'ri bo'ladi chunki bu yerda ma shikayat madva shuna diqqat qilamiz kalimiga undan bo'lsa keyindikini men o'qiyman o'qirman qarindoshlar menga ergishib o'qiysizlar bolalar sizlar yaxshi anglanglar qanda واو فتحة و لام فتحة ألف سكون لا ولا تا فتحة تا حا فتحة ألف مد ضاد شدة حاج
ولا تحاض ضاد ضمة واو سكون ضو نون فتحانة ولا تحاضون ولا تحاضون ولا تحاضون واو فتحة صاد شدة وص صاد فتحة ألف مد فا شدة صاف والصاف فا فتحة ألف صغيرة فا والصافا تا كسراتي والصافات والصافات كي ديكسه جيم فتحة ألف مجا همزة فتحة جاء تا كسرة صاد شدة تص جاء تص صاد فتحة ألف مد خا شدة صاخ خا فتحة خا صاخ تا ضمته جاءت الصاخة جاءت الصاخة جاءت الصاخة ده وسمكين نقرأ عليه فا فتحة فا همزة كسرة إي فإي ذا الفتحة ألف سكون ذا فإذا جيم فتحة ألف مجا همزة فتحة جاء تا كسرة طا شدة تط جاءت طا فتحة ألف مد ميم شدة طام ميم فتحة ما طام تا ضمة لام سكون تل طامة كاف ضمة با سكون كب را فتحة ألف صغيرة را كبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة
الكبرى يعني بالقتم ده بريمنه فإذا جاءت الطامة الكبرى مش بنشوف غمسة إن شاء الله تغرو غمبنا الله خالصا unda olsa hurmatlik bugungi qarindoshlar bugungi darsimiz mushayada oxirlashdi kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh